Assalamualaikum kanalıma yaxshimi? Men sizlarga hozir ma'vu, men sizlar qaysi kun degan supurgi bor. Ya'ni robot deyli. Shuni o'zaligining yana birini bir taldan tunib bermoqchi inshaalloh. Mana bu supurgimiz. Men hozir sizlarga bu bulutni supurib bermoqchi. Men uchun taqayman. Ondan keyin buning ichidagi suyini men hozir yangi almashtirdim. Mana ko'rdingmi? Paki suv. Hazır bulutni uçuna almashtirib men hozir bulut uçuna almashtirib bo'ldim. Unda bo'lsa biz hozir boshlaylik. Buni ovozini yukroq qilib mesela kichikgina miyani tozalaymiz hozir. Hazır biz faqat to'pisini chiqaramiz, ichidagi maynatlarni. Mana shunchalikdan sipadim. Yuyduğunu ayrim taqaman sipadim hozir. Buni hozir to'xtatay. To'xtatib ichidagi suvni ko'rib boqamiz. Ko'rdinglarmi? Mana suvni. Kichikgina yerdan chiqqan axlat. Oldi bilan biz buni to'pisini bulab yuydigan suv yo'qliklari bor. Sopullardan boshlab, anadan keyin yuyimiz. Men sizlarga buni o'zalligini asta-asta tunib beraman. Buni suyini cho'qim suv bilan qo'ymaymiz. Har kuni suyni to'katib, pok suv bilan qo'yib qo'yamiz. Birinchi o'zalligi bu. Mana mushu bosh bilan sizlar sapani qila olasizlar. Ondan keyin yotoq, bulut, tarqandoq nimalarni to'plarni pak-pak ala olasizlar. Hattoki mening bir koni bir gilimim bordi, shuni bir sipadim. Shuni bilan ham supuribdim, suyimning ichi qarab ketdi. Haqiqatan rozi bo'ldim bu supurgidan. Undan keyin gilamning to'plarini, yotoqni hammani qilib bo'lgandan keyin yuydigan nimalar bor. O'zinglar sirtqa chiqib yug'izishdan o'zinglar shu narsalar yuysanglar bak qolay oddiylam bo'ladi. Birinchisi mana bu yotoqni shunday holatda to'plarni pak-pak olamiz. Ap bo'lgandan keyin yuydigan narsalar bor. Gul sopullar degandek shuning bilan yuyimiz. Men asta-asta tunishtirib beraman. Buning bilan yotoq, sapa, gilam, televizor, telefon degi har qanday nimalarni tozalab chiqara olasizlar. Hattoki telefonning uchini tozalaydigan uchchumi bor. Yana bir o'zalligi uyni muzlik purta olasizlar. Yana bir o'zalligini deb aytsam, bu ichiga lam tortma, ichidagi axlatni tashqimi chiqarib o'talaydi. Masalan, chiqib bo'lib, tugmasa besaversak ichidagi mavu shilankalar qilib qolgan axlatni teshig'i chiqarib o'tadi. Mana bu 3 quta. Bu lavanta, bu olma, bu limon. Buni suvning ichiga, paki suvning ichiga bir damla to'kablam, 2-3 damla mang'uz yetsanglar, to'kib ketib 15 minut uyanglarning ichi shunchalik muzlik burab ketadi. Bu birinchi qatimliq tunishtirilishim. Bu asta-asta oxirigacha tunishtirib turaman inshaalloh. Sizlarga mushular billa hadiya chiqadi. Bek yaxshi ekan. Mushuni ishlatib sinab baqsanglar bo'ldi. Bek yaxshi ekan, chiqib hamma tozaligi bo'ldi ekan. Sutqa birib gilam yug'izmasanglarmi, sapa yug'izmasanglarmi, bek yaxshi ekan. Haqiqatan mamnun bo'ldim. Asta-asta tunishtiraman inshaalloh. Ya'ni mening uchun eng muzlik bo'lgan lavanta guli bu. Haqiqatan 2-3 damla tematib qo'ysizlar. Paki suyini almashtirib, paki suv, undan keyin mang'uz yetisizlar. Keyin bu shilankasini chiqarib yetisizlar. Mang'uzlar shuni orqali uyanglarning ichi bek muzlik 7-8 soatgacha puruq ketmaydi. Şu muzlik puruq ketmaydi. Qaysi puruqni yaxshi ko'rsanglar, shuni temizsanglar bo'ladi. Ondan keyin bu supurga 3 yilgacha garantiyasi bor. 3 yildan keyinmi, 10 necha yildan keyinmi, mana hozirmi har 6 oyda bir kelib bu supurgini tekshirib, gilamlarni tozalab berib ketadi. Ko'rsatib bizga. Har 6 oyda bir cho'qim sizlar chaqirmasanglar o'zi keladi uyga. Kelib supurgini buzib qoldimi, tekshirib qildi. Bir yer buzib surib kelsa, yangisini almashtirib berdi degandek. Ashundaq. Bu supurga emas, endi robotgan. Hamma narsa bo'ldi ekan, uchun almashtirib ishlasam, hamma ishimga yaraydi. Ya'ni gilam yuyish, tozalash, sapa yuyish, tozalash, uyning to'plarini elish, hammasi ish qilib tozalash hammaga asqatadi. Deraza surtishdan boshqa. Shunga men sizlarga asta-asta tunishtirishni to'g'ri ko'rdim. Buni internetdan araştırsanlarmı bo'ladi. İhlas temizlik robotu deydi.